جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, müminlarni qo'yib kafirlarni vali qilib sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pakiti bo'lishini xohlamsizlar? Nisa surasi 144-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, bu darsimiz bo'lsa, oldingi, ya'ni to'xtash bo'lgan vaqf darsimizning davomi, ya'ni ikkinchi darsi bo'ladi vaqfninki. Oldingi darsimiz bo'lsa, sakinlik to'xtashdi, bu bo'lsa so'zab to'xtash. So'zab to'xtagan chaqda nimalar bo'ldi? Buni qarab o'taylik. Qo'sh fathalik harflar to'xtashga to'g'ri kelganda, oldingi darsda sakinlik to'xtashda qo'sh fathani ayirib qo'ygandim. Endi qo'sh fatha keldik. Qo'sh fathalik harflar to'xtashga to'g'ri kelganda, qo'sh fatha tushib qolib, fatha alif mat bo'yicha ikki harakat miqdori so'zib to'xtaladi. Qo'sh fathaninki fathatayn ishoratidagi bir siziq tushib qoladi. Undan keyin alif mat bo'yicha ikki harakat miqdori so'zib o'qildi. Eskartish: qo'sh fathalik harflarning kaynida alif kammay, sakinlik ya kasimo o'xshash bu qoidaga bo'ysunadi. Ya'ni alif mat bo'yicha sakinlik ya kasimo alif mat bo'yicha ikki harakat miqdori so'zib o'qiladi. Misollarni ko'ramiz. Mayli oyat oxirida yoki o'tir to'xtash bo'lsin, o'xshashli bu qoidaga amal qiladi. To'xtamay davomlashtirib o'qiganda qo'sh fatha bo'yicha o'qiladi, so'zilmaydi. Ammo to'xtagan vaqtimizda alif mat bo'yicha o'qiladi. Qo'sh fathalik ta harfida ulab yozilganda mushunda bo'ladi, mushunda yoziladi. To'xtamoqchi bo'lganda bu qoidaga bo'ysunmay sakinlik ha ohangi bo'yicha o'qiladi. Biz oldingi darsimizda ta haqida to'xtalgan vaqtimizda butun fathatayn, ya'ni qo'sh fathadimi ha ohangi bo'lib, undan keyin sakinlik o'qilganligini degan tushundami? Shunga bu qo'sh fatha kelgan vaqtda bu qoidaga bo'ysunmaydi deyishning sababi shu. Ya'ni ha ohangi bo'yicha sakinlik bo'lib to'xtaladi. Unda da mashq qaraylik. Bu yerda jufa an degan bu yerda mat bor. Jufa an shundaymi? Unda biz buni to'xtagan vaqtimizda qanday to'xtaymiz? Jufa anda fathataynning bir fatha siziq tushib qoldi, qaranglar tushib qoldi. Undan keyin alif mat bo'yicha jufa a deb to'xtaldi. Qaranglar, jufa a mana ish bo'qinglar. Jufa an t ulab o'qigan vaqtimizda, ammo to'xtagan vaqtimizda jufa a ulab to'xtaydi. Undan keyin boya dedik, keyindikisi ya bo'lgan taqdirdimi, yana o'xshashlar so'zab o'qiladi. Ya sakin bo'lgan taqdirdimi? Bu quwan deb o'qiladi. Fathatayn darsida ko'rgan bu misollarni ya kelgan bo'lsa-mu, yana quwan deb o'qilganligini. Bu quwan deb o'qiladi. Ammo buningda to'xtagan vaqtimizda quwa deb qaranglar, alif mat bo'yicha o'qiladi. Ya bo'lgan taqdirdami? Quwa. Buni hargizmi tuwaya deb to'xtab qo'ymaymiz. Quwa deb to'xtaymiz. Keyingisi bo'lsa shaqqon. Shundami? Shaqqon. Buni to'xtagan vaqtimizda shaqqo deb to'xtaymiz. Yani bir qitim shaqqo. Qaranglar, bu yerdagi fathatayn isharatidan birisi tushib qoldi. Yani fathatayn emas, fathaning yani uzartilib o'qilishi, ya'ni alif mat qitildi, uzartilib o'qilishiga o'xshash to'xtadik. Shaqqon ne shaqqo deb to'xtadik. Agar bu to'xtamay o'qib qolsaqchi, oyatninki o'ttirda yoki oxirida to'xtamay o'qish to'g'ri kelgan chaqda shaqqon deb oyatni davomlashtirib o'qiyveramiz. To'xtagan vaqtimizda shaqqo deb to'xtaymiz. Keyingisi bo'lsa ba'idan te ulab o'qigan vaqtimizda, ya'ni davomlashtirgan vaqtimizda shunda davomlashtirib o'qiymiz. Ammo to'xtagan vaqtimizda ba'ida. Bu alif mat, anadan keyin bu fatha, fathatayn tushib qolib fatha keladi. Ba'ida. Mana ish bo'qinglar.
Ba'ida. İki hərəkət miqdarı sozaldı. Da. Hamda qaraylı. Bu ibadihi. Qaranglar. Ulanmalmaşmət. Bu hi sozaldı. İbadihi. Ondan keyin bu juz'an. Qo'shib o'qisak, ibadihi juz'an bo'ldi. Ulab o'qigan vaqtimizda davomlashdi. An deb degan oyatni oxirida davomlashtirib o'qiydik, ammo to'xtagan vaqtda ibadihi juz'a deb ikki harakat miqdori so'zab to'xtaymiz. Yani bir qitim aytib o'qinglar. Ibadihi juz'a. Keyingisi minas samai. Bu yerda mat kelgan vaqtda so'zlashni bilasizlar. Minas samai ma'an deb davomlashtirib o'qiydik. Minas samai ma'an. Endi bu yerda to'xtagan vaqtimizda minas samai ma'a deb to'xtaymiz. Bir qitim o'qib beray, ma'ayish o'qinglar. Minas samai ma'a. Yani ikki harakat miqdori a deb to'xtadik. Bu yerda an deb davomlashtirib o'qigandik. Keyingisi wan nashitati nashtan. Bu yerlarni o'qishni bildigan bo'lg'achqa tushuntirib o'tamidim. Yana bir qitim o'qib beraman. Wan nashitati nashtan deb davomlashtirib o'qiydik. Endi to'xtagan chaqda bo'lsa wan nashitati nashta deb to'xtaymiz. Nashta ikki harakat miqdori ton to deb to'xtadik. Yana bir qitim o'qib beraman, ma'ayish o'qinglar. Wan nashitati nashta. Nunda so'zlashni eskartmasam bo'ldiganda ha? Nun shaddada. Keyingisi ko'tayli. Fal mudabbirati. Qaranglar, ba shadda dabbirati uzib qo'ymadik tavishni. Undan keyin amron. Cho'nqildan harf har zaman cho'nqildi. Amron. Undan keyin ne kelgan vaqtda intonatsiya tushiriladi. Qaranglar, ron. Qo'shib o'qiylik. Fal mudabbirati amron. Yakishib o'qiyotgansizlar. Endi to'xtagan vaqti bo'lsa-chi, bu yerdagi ron, ra deb to'xtaydi. Qaranglar, ra. To'xtab o'qib boqaylik. Fal mudabbirati amro. فالمدبرات أمرا. Hamda mad harflarida to'xtash mad harflari qanchitdi? Alif, vav, ya deb 3 tane mad harflari bordi. Mad harflari to'xtash to'g'ri kelganda harfning harakati va so'zish miqdori o'zgartirilmay o'z ayni o'qildi. Bak uzun so'zmaslikqa diqqat qilish kerak. Shundami? Alif mad ikki harakat miqdori so'ziladi. O'qib boqaylik. Ba'da zalika dahaha. Bu yerda to'xtagan vaqtimizda o'xshash alif mad to'xtagan vaqtimizda. Ba'da zalika dahaha. Nima o'xshash? Uni tushuntiray. Bu yerdagi alif mad deganimiz ha asli bu yer keyni kelgan, ulinib kelgan
bu alifning ustida sakin bo'ladi. Biz sakinlik ayirib to'xtashlikqa kelgan vaqtida, ya'ni o'xshashda sakin to'xtildi degan tushundami? Shuni o'xshib ketdi, sakin bo'lg'achqa deb tushunib olsanglar bo'ldi. Shunga o'z ayni o'qiladi. Ya'ni bir qitim o'qib to'xtayli. Ba'da zalika dahaha. Undan keyin la takhafu va la tahzanu. Bu bo'lsa alif mad, bu bo'lsa vav mad. La takhafu va la tahzanu. To'xtagan vaqtimizda yana o'xshashdi, o'qiyli. Men o'qigandan keyin bir qitim agishib o'qinglar. La takhafu va la tahzanu. Yani bir qitim o'qiyli. La takhafu va la tahzanu. Uzartib o'qilgan harflarga diqqat qilib o'qinglar. Keyingisi va yassir li amri. Bu yamat bay degantimg'o, ora oldidagi harf kasrahlik bo'lgan vaqtda kichik sir deb kichik o'qildi. Sir demaymiz. Bu yerda mu amri. Bu mu kasrahlik bo'lganlik uchun ri deb o'qildi. Qayta bir qitim o'qib beraman. Va yassir li amri. Hargizmi va yassir li amri deb o'qisanglar bo'lmaydi. Va yassir li amri. Buni ra harfining o'qilishi yaqinda bu darsga to'xtalamiz. Bu darsda inshaalloh bir qancha darsdan keyin raning o'qilishiga kelamiz. Shu chaqda teqim tafsiliy to'xtalamiz. To'xtagan vaqtdami hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Yana qancha harakat miqdori so'zilgan bo'lsa, o'z ayni o'zgartirilmasdan so'zilib o'qilish harakat miqdori so'ziladi. Va yassir li amri. Sözlərinin axırda zirliq və pəşlik sozuş halıtıda kəlgən hə hərfi bu qaydaga boysunmay toxtağanda sakinlik hə halıtıda oquludu. Bu şu ulanma həninki toxtalışığa oxşaydı. Məsələn, bu yerdə nima qilib bədim? Qaranglar. Ayətninki o'ttirdi to'xtab beraman. Bu yerda shu. Bu qanday o'qildi? Ittaxada ilaha deb to'xtagan vaqtida amaliyotda bu so'zlab o'qildi. Shundaymi? Buni ulanma almashmatni o'qigan vaqtimizda so'zlab o'qib bergandik. Ilahu va hu deb. Bu yerda so'zmaymiz. İlaha deb to'xtaldi. Bu yerda bo'lsa innahu ala raj'ihi laqadir deb to'xtaydi. Shundaymi? Unda da bu yerda to'xtash to'g'ri kelganda inna deb to'xtaldi. Bu yer to'xtash to'g'ri kelgan chaqda raj'i deb to'xtaldi. Nimishqa bu yerda qaranglar, amaliyotda bu yerda matba bu yerga hi o'qilish uchun kichik ya yoziladi yoki bo'lmasa tik kasra yoziladi. Bu deganlik yamatga o'xshaydi. Xuddi bu yerga yozilgan o'xshash uzatib o'qilishni ko'rsatadi. Oldin qoida bo'yicha bo'lgan chaqda yamat kelgan chaqda o'z holati bilan o'zgartirilmay o'qiladi. Ammo bu yerda kichik yamat kelganligi uchun deb tushunib olsanglar bo'ladi. Bu o'z ayni o'qilmay, balki nima ahangda o'qildi ekan, ha deb shu holatda sakinlik bo'lib to'xtaladi. Buni bu yer to'xtash to'g'ri kelgan chaqda, masalan, innahu ala raj'i deb to'xtaymiz. Endi keyingi misol qaraylik. Bu o'ttirda kelish to'xtashdi. Bu hamda oxiri oyatlarningki bi'ilmihi deb o'qiladi. Shundaymi? Bu yer to'xtash to'g'ri kelgan chaqda qanday to'xtalamiz? Bi'ilmih deb to'xtaldik. Bu yerda men to'xtashga sakin yozmabdiman. Hozir sakin yozib kelay, kechirsizlar. O'zgartib keldim. Bu yerda sakinlik to'xtaladi. Bi'ilmih deb to'xtaymiz. Unda da keyingisiga qaraylik. Bu yerda mawazinuhu deb o'qiladi. Agar bu yer to'xtab qolgan chaqda, ya'ni qoida bo'yicha nuh deb to'xtaymiz.
Mevazinu bo'ldi. Yana bir qitim. Mevazinu. Bu nazariyalar bak isilva mustaqma bo'ladi. O'qib, mashq qilib ko'proq o'qib bergan vaqtimizda ig'iz ko'zganda tabiiy holda to'g'ri talaffuzni o'rganib olamiz. Hozir nazariya va to'g'ri talaffuz qilishni mening yetakchiligimda o'qinglar. Keyin uchirgan vaqtda o'zinglar tabiiylar shu to'g'ri bir shaklda o'qishni bilib ketasizlar. Endi shaddalik harflar to'xtash to'g'ri kelgan chog'da qanday bo'ladi? Ya'ni tashdidlik, shaddalik harflar to'xtash to'g'ri kelganda tuvandagi 3 xil ahvol bo'yicha o'qiladi. Birinchi ahvol tashdidlik, ya'ni shaddalik nun yoki mim harfida to'xtaganda tashdidning, ya'ni shaddining harakati sakinlik o'qildiganligi uchun qaranglar, buni shaddilik mimni parchalagan vaqtimizda oldi bilan sakinlik mim, shundaymi? Undan keyin kasrahliq mim bor. Sakinlik o'qildiganlik uchun, ya'ni to'xtagan vaqtimizda 2 dona mim bo'ladi. 2 sakin borligini g'unni bilan 2 harakat miqdor so'zish orqali ifodalash, ya'ni g'unna deganim shu nun va mimning g'unnasi shu. G'unna orqali ifodalash va yolg'iz sakinlik nun yoki mim harfidan farqlantirish kerak. Bu deganlik bu yerda agar g'an deb bu yerda shaddi bo'lmay sakinlik mim kelib qolgan bo'lsa g'an deb qo'yamiz. Ammo bu yerda g'an deb 2 harakat miqdori uzartishni ko'rsatadi. Anadan bu yerda bo'lsa bihin deymiz. Bu yerda shadda. Shaddi bilan, ya'ni sakinlik bo'lgan holatida farq bo'lishini ko'rsatadi. Bu yerda faqatla sakin bo'lgan bo'lsa hin deb to'xtaydi. Bihin deb. Ammo bu yerda shadda bo'lganlik uchun bihin deb biroz 2 harakat miqdori uzatamiz. Unda bo'lsa misol qarayli. Bu yerda vanajjaynahu bilmaydigan ishtimanglar yo'q ekan. Vanajjaynahu o'qiy olasizlar. Minal g'ammi. Bu yerda g'ammi. Shundaymi? Minal g'ammi. Deb bu yerda g'ammi deb shundaymi? Bu yer to'xtagan vaqtida unda butun o'qisak va najjaynahu minal g'ammi deb davomlashtirib o'qiydi. To'xtagan chog'da va najjaynahu minal g'am. Chunki bu yerda g'unnining borligini bildirish kerak. Bu yerda ulab o'qigan vaqtida g'unni chiqardik. Shunga to'xtagan vaqtda g'unnining borligini bildirish uchun 2 harakat miqdori so'zlab o'qildi. Undan keyin keyingisi liqulubikum, buni o'qiy olasizlar. Va qulubihinna. Bu yerda g'unni bor. Hinna deb o'qiydik. Shu bu yerdagi g'unnining borligini bildirish uchun bo'lsa, to'xtagan chog'da bihin deb 2 harakat miqdori so'zildi. Bu yer to'xtagan vaqtimizda liqulubikum va qulubihin deb to'xtaladi. Mana yakshi o'qinglar. Liqulubikum va qulubihin. Boy deganimizdek sakinlik nunda to'xtaganga o'xshash to'xtab qolishni ehtiyot qilinglar. Agar bu yer sakinlik nun to'xtagandek to'xtagan bo'lsak, va qulubihin deyiladi. Sakinlik nun emas, shaddilik, ya'ni g'unnilik harf to'xtaganligimiz uchun va qulubihin deb uzatdik. Unda da ikkinchi holati, ya'ni tashdidlik, ya'ni shaddilik qalqala harflari. Ba, jim, dal, qa, qa bu 5 tane harf qalqala qilgan harflar. Bu harflar to'xtaganda tashdidning, ya'ni shaddining harakati sakinlik o'qilganligi uchun birinchi sakin o'z ayni o'qiladi, ikkinchi sakin qalqala qilinib o'qiladi. Oldi bilan bu harfni o'qib boqaylik. Tabbat yada abi lahabi va tabba. Bu yerda shaddilik shaddi bor, bilishinglar kerak. Bu shadda qilinib o'qiladi, yozilmaydi Qur'ondami. O'qigan vaqtimizda shaddilik o'qiladi. Yana bir qitim o'qib berma, yakishib o'qinglar. Tabbat yada abi lahabi
va tabba. Shundami? Agar bu yerda to'xtagan bo'lsa, qanday bo'ldi? Tabbat yada abi lahabi va tab. Deb tab. Birinchi sakinlik tab dedik. Andan keyin tab deb ikkinchisini qalqala qildik. Tab. Yani bir qitim o'qib beraman. Tabbat yada abi lahabi va tab. Mushunda. Ondan keyingisi zalika bi annalloha nazzala al-kitaba. Bu yerda ilgiriki darslarda degan to'q labzulloh bo'lgan Allohning labzi. Bu kalimani o'qigan vaqtimizda oldidagi harfning harakatiga qaraydik. U harakat fatha yoki dammah bo'lsa, bu yerdagi lani la deb o'qiydik. Kasrah bo'lsa la deb o'qiydik. Shunga bu yerda nimishqa bu yerda fatha keldi, la deb cho'ng qo'ldan harf bo'lsa nimishqa la deb o'qiydi deb qolmanglar. Dars takrori bo'lib qolsin. Eskartganim. Bi annalloha nazzala al-kitaba bil haqqi. Yani bir qitim o'qib beraman, aytib qo'yinglar. Zalika bi annalloha nazzala al-kitaba bil haqqi. Hamda qanday to'xtaydiganligimizni qarayli. Haq deb ikki tane ko'rdinglarmi? Boshtikisi bu qof shaddininki. Boshtikisi sakin. Undan keyingi, ya'ni kasrah kelgan, ya'ni sakinga almashdi. Zalika bi annalloha nazzala al-kitaba bil haqq. Ko'rdinglarmi qalqala? Haqq deb qalqala qildik. Boshtikisi sakinlik o'qildi, keyingisi qalqalik o'qildi. Yani bir qitim o'qib beraman, aytib qo'yinglar. Zalika bi annalloha nazzala al-kitaba bil haqq. Hamda 3-chi xil ahvol nun yoki mim harflari va qalqala harflaridan boshqa bayon mim va nun. Undan boshqa harflarda tashdidlik kelib, ya'ni shaddalik kelib, to'xtashga to'g'ri kelganda tashdidlik harf urg'u bilan o'qiladi. Bu hamda normal o'qish bo'ladi. Buni qanday o'qiymiz to'xtagan vaqtda? Oldi bilan to'xtamay ulab o'qgan chaqdakin o'qiylik. Ba'dukum li ba'din aduun deydik. Yani bir qitim o'qib beray, mana kishi o'qinglar. Ba'dukum li ba'din aduun deydik. Shundami? Endi to'xtagan vaqtimizda ba'dukum li ba'din adu deb o'qildik. Du adu. Tushundinglarmi? O'qildik. Yani bir qitim o'qib beraman, mana kishi o'qinglar. Ba'dukum li ba'din adu. Güzel. Keyingisi ko'tayli. Va yaqulu sihrun mustamirrun. Hamda buni to'xtagan vaqtimizda oldidagisi sakin, keyingisi mo sakinga o'zgaraydi. Shuning bilan va yaqulu sihrun mustamir. Bir qitim aytib o'qinglar. Va yaqulu sihrun mustamir. Mushtaq o'qiladi. Yani bir qitim. ويقولوا سحر
rum mustamir deb to'xtaymiz. Bugungi darsimiz müşagicha bo'ladi. Bu to'xtashga munosabatlik darslar tuggan bo'ldi. Harflarninki, ya'ni kalima oxirida kalimaning o'tir to'xtashga munosabatlik bo'lgan darslar. Bu darslarni, mashqlarni yaxshi qilishinglarni, o'zlashtirishinglarni umid qilaman. Qur'ondanmi ba'zi oyatlarni ichib, shunga munosabatlik bo'lgan yana to'xtab, qanday to'xtaydiganligimizni meningki o'qqanlarim bilan, o'rgatganlarim bilan silishtirib qilishinglarni umid qilaman. Keyingi darsgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران